Baqlajonli salatlarga mo'ljallangan aroydo souslari, balzamitskiy souslar, xullas hamma narsani shu yerdan topsanglar bo'ladi va boshqa souslarni ham mana shu yerdan olib ketasizlar. Bu yerda har xillari bor. Dars davomida misol uchun qaysi birini ishlatishimizni, qaysi biri odamlarga nima yoqishi, o'shalarni hammasini o'rgatib boramiz. Xullas, bu yerda yana har xil ikralar, baliqlar. Hozir bo'ladi katta skidka ketyapti. Sazan baliqlari kilosi 43 mingdan sotishyapti. Polfabrikat mahsulotlar. Naryoqda bizning joyimiz bor, bilasizlar, Nigori's Kitchen. O'zimizning qatorimiz. Mana bu yerda esa tiramisu uchun mo'ljallangan sabayardi pechenyelar ham bor. Xullas, kelsanglar hamma narsa topasizlar.